Assalomu alaykum kanal muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda ko'rinishi ham chiroyli, ham mazali bo'lgan taom tayyorlaymiz. Marhamat, tomosha qiling. Birinchi bo'lib bizga tuxumlar kerak bo'ladi. Tuxumlarni suvda qaynatib pishirib olamiz. Bizga 3 ta tuxum yetib beradi. Tuxumlarni mana ekranda ko'rib turibsizlar, bo'laklarga bo'lib olamiz. Aniqrog'i, bitta tuxumni 8 bo'lakka bo'lib olamiz. Bundan tashqari bizga mol go'shti qiymasi kerak bo'ladi. Qiymaga tuz sepamiz, maydalangan kashniy urug'i, zira, murch, xullas kerak bo'lgan ziravorlarni solamiz. Bundan tashqari bizga piyoz kerak bo'ladi yoki mayda qilib to'g'raysizlar yoki bo'lmasam qirg'ichdan o'tkazib olasizlar. Men qirg'ichni mayda tishidan o'tkazib olganman. Qiymamizga ozgina suv solib yuboramiz hamda ozgina yog' solamiz. 3-4 osh qoshiqda panirovочный suxari solamiz, non talqoni yoki bo'lmasam nonni suvga ivitib turib sovolamiz. Agar ikkala variant ham sizlarga yoqmasa, shunda qiymani piyoz bilan aralashtirasizlar. Demak, yaxshilab aralashtirib olamiz. Non bilan panirovочный suxari solmasanglar, suv solmanglar, piyozdagi suv yetib beradi, ham yog' qo'shamiz. Qiymani yaxshilab mana aralashtirib oldik. Hozir biz dumaloq koptovchalar yasab olamiz. Demak, orasiga tuxum joylaymiz. O'sha 8 ga bo'lib olgan tuxumzani bir donasini joylab turib, koptovchamizni bekitamiz. Koptovcha deganimga hayron bo'lmanglar. Mani bolalarim yoshligida koptovcha derdi bu taomni-da. Shuning uchun men ham koptovcha deb gapirdim. Frikadelkalar aslida. Demak, dumaloq qilib ishlov berib olamiz va frikadelkalarimiz tayyor bo'ldi. Mana shu tarzda tayyorlab olamiz. Yana bir bor ko'rsatib o'taman. Qo'limizga qiyma olamiz ozgina miqdorda. O'rtasini chuqurcha qilamiz. Orasiga tuxum bo'lagidan solamiz va chuqurchani yopamiz. Dumaloq shakl berib, yaxshilab ishlov berib olamiz. Mana shu qiymaga shunaqa ozgina yog' qo'ysanglar, men hozir 2 qoshiq osh qoshiq miqdorida yog' qo'ydim. Dumaloq qilganingizda shundoq oson, elastichni dumaloq bo'ladi. Kotletalar tayyorlaganda ham xuddi shunaqa ozgina yog' qo'yib yuboraman. Kotleta yasaganimizda ham tekis bir xil chiqadi. Hali g'adir-budir har xil bo'lib qolmaydi. Frikadelkalarni tayyorlab oldik. Hozir bizga kartoshkalar kerak bo'ladi. Kartoshkalarni bo'laklarga bo'lib olamiz. Shu maxsus kesadiganda bo'laklarga bo'lsanglar chiroyli chiqadi, ham ishtahojar bo'lib chiqadi. Kartoshkalarni yog'da qizartirib olamiz. Tavaga yoki qozonga ozgina yog' qo'yamiz, yog'ni qizdirib olamiz va kartoshkalarni solib, ikki taraflama qizartirib olamiz. Iloji bo'lsa, frikadelkalarni ham kartoshkadan keyin yog'ga solib qizartirib olinglar. Men bugun qizartirib o'tirmadim. Kartoshkalarni ko'ryapsizlar, ranglari qip-qizil chiroyli bo'lgandan keyin aylantiringlar, oppoq bo'lib qolmasin. Shunda taominglar chiroyli chiqadi. Tayyor bo'lgan kartoshkalarni yog'dan silqitib olamiz. Hozir esa ovqatni dimlashga o'tamiz. Biz qozonni olovga qo'yamiz, yog' quyamiz va to'g'ralgan piyoz sovolamiz, pomidor, bulg'or qalampiri qozonga terib chiqamiz. Sabzavotlardan keyin frikadelkalarni joylashtiramiz. Xohlasanglar kartoshkalarni birinchi joylashtiringlar, lekin men frikadelkalarni joylashtiraman go'sht bo'lgani uchun. Kartoshkalar tez pishadi, ham kartoshkalarni qizartirib oldik. Shuning uchun frikadelkalarni ustidan joylashtiraman. Bizga yana mayda piyoz, hali piyozni yoshi bo'ladi-yu, ana o'shandan hamda mayda pomidorlar kerak bo'ladi. Hozir 3-4 ta piyozni joylashtiramiz, ustidan kartoshkalarni joylashtiramiz. Kartoshkalarning ustidan yana piyoz, pomidorlarni joylashtiramiz. Shundan so'ng suv quyamiz. Yoki 1,5 piyala ishlatinglar yoki stakan ishlatinglar, 1,5 stakan. Iloji bo'lsa suv qaynoq bo'lsin. Piyoz, pomidorlarni terib chiqqandan keyin 1,5 stakan qaynagan suv quyamiz. Endi kartoshkalarning ustidan tuz sepamiz. Va ozgina zira sepamiz, xovonchada maydalab turib sepamiz. Olovni baland qilamiz, qaynab chiqishini kutamiz. Qaynab chiqqandan keyin olovni pasaytiramiz. 30 minut dimlab qo'yamiz. Albatta, suvi qaynab chiqqan bo'lishi kerak. Bu paytda oddiygina salat tayyorlab olamiz. Salatimiz uchun salat barglari kerak bo'ladi. Yuvib, tozalab bo'laklarga bo'lingan, mana tayyor. Idishimizga joylashtirib olamiz.
Bundan tashqari bizga mayda to'g'ralgan pomidorlar kerak bo'ladi. Buni ham idishga joylashtiramiz salat bargini ustidan. Va hamda bodring, bulg'or qalampirlari bo'lsa, ularni ham mayda to'g'rab, ya'ni bodringni yarmoy shaklida to'g'rab joylashtiramiz. Bulg'or qalampirlari, o'sha shirin qalampirlarni xohlagan rangini ishlatinglar. To'rtburchak shaklda to'g'rab turib joylashtiramiz. Va yana kimga olivkalar yoqsa, shu zaytunlar joylashtirib chiqamiz salatni ustidan. Hozir esa salatimizga zapravkasini tayyorlab olamiz. Demak, bizga yog' kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa zaytun yog'i ishlatinglar, yo'q bo'lsa semichka yog' ham bo'ladi. Limon suvi qo'shib olamiz, tuz hamda maydalangan, ya'ni o'sha qora maydalangan murchdan qo'shib turib aralashtirib olamiz. Tuzni qarab solinglar. Shu salat juda ham sho'r bo'lib ketmasin quyganinglarda. Mana ustidan quyib chiqamiz. Juda ham yeyishli, mazali salat bo'ladi. Salatimiz tayyor bo'ldi. Bu yerda vaqt o'tdi 30 minut. Ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Mana ovqatni ko'ringlar. Bay, ishtahani ochadi. Endi laganga suzib dasturxonga tortamiz. Ovqatni tortganinglardan keyin albatta ustidan ko'k piyoz sepinglar. Ovqatni ko'rinishi yana ham chiroyli bo'ladi, ishtaha ochar bo'ladi. Hamda ko'k piyoz bilan yeyishli bo'ladi. Ko'k piyoz bo'lmasa, juda bo'lmaganda ko'kat seping. Mazali taomimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Kartoshkalari mazali chiqadi. Albatta harakat qilinglar frikadelkani ustidan kartoshkalarni terishga. Ezilib ketmaydi frikadelkani tagida. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Sizlarga tarelkaga solib yaqindan ko'rsatyapman. Hozir frikadelkasini orasini ko'rsataman. Juda ham mazali chiqqan. Albatta tayyorlab ko'ringlar.